Realni ikinci guruh nogiron ekan. Navroz qara. Endi Navroz. Ena oyoq. Ena qara. Gap turibdi oyoqdan da. Görtursan iring ham mensa gap turibdi. Şu ihsançılara milyona milyon versin. Hem ben sana rahmet hem benim için. Assalomu alaykum muhtaram eldoshlar, yurtdoshlar. Sog' salomat yurtmisizlar, oilalaringiz tinchmi? Bugun binosi o'zlarimizni jamoamiz bilan tashkil etilgan yana inson bu sonunda yana Yangilik tumani Bellanovda aytiladagi Do'stlik mahallasida yashovchi og'amizni shu sog'liqlari nasimdan muammosi bilan bizlarni shu Instagram sahifasida ko'rib bizlarga yozdilar, kelib o'rgandik sho'rni. Shu haqiqatdan ham og'amni shu aytganlaricha bor ekan. Endi og'amni o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum hammaga. Men Nazimov Mansubek Baxtayarish bo'laman. Yangilik tuman Gullanbog' qishloqida Do'stlik mahallasida intilish 36 uyda yashayman. Men o'z ixtiyorim bilan Instagramda ko'rib Navro'zxo'ja ixtiyorimda chaqirdim. Ve Navro'zxo'ja degan ekan. Temur 530 Muhiddin. O'z ixtiyorim bilan chaqirdim shu oyoq masalasida yana oyog'imni azab qilganim uchun yordam berishlayingiz so'raganda o'z ixtiyorimda chaqirdim. Hurmatli yurtdoshlar, qaranglar, og'amizni indiki bo'yicha qog'ozlari bor ekan. Undasa qilish kerak ekan. Endi qilishlar, qog'ozlari, dokumentlari og'amiz Realni ikinci guruh nogiron ekan. Navroz qara. Endi Navroz. Ena oyoq. Ena qara. Gap turibdi oyoqdan da. Görtursan iring ham mensa gap turibdi. Aziz qadrdonlar, ena qilinch kelsa, men qo'limda turibdi. Ena sizlarga nima deydi? Birinchi o'rinda shu og'amizni umrini saqlab qolali, oyog'ini saqlab qolali, qo'ldan kelgancha shu og'amizni oyog'ini saqlab qolali. Aziz qadrdonlar, 100 mingni bersin, shu og'amizni oyog'ini ina görtursizlar, aziz qadrdonlar, ina og'amni oyog'ini saqlab qolali. Şu videonun teyine telefon numarasını koyup ötemiz. Aziz qadrdonlar, qo'ldan kelgancha tashlab berishingizni xohlaymiz. Endi 1000 so'm bo'lsin, 2000 so'm bo'lsin, qo'ldan kelgancha duoda bo'lib tursa ham shu Navro'zxo'ja ne deysan? Duoda bo'lsam shu eksan. Duoda bo'linglar, iloji bo'lsa videolarimizni boshqa birovlarga tarqatib qo'yinglar, iltimos. İlk qo'llab-quvvatlanglar. Og'amizni qaranglar. Kasaladim og'ir ekan. Bu kasallik umuman iloji yo'q deb turibdi. Damari yo'q ekan. Og'amizni oyog'ida iri damari yo'q ekan. Og'amiz o'zi tushuntirib beradi. Agar bu kasallikmi? Bu varikoz kasalligi, asosiy tomirlar yo'q. Hem bir tron, şöyle tron. Oyoqgacha. İki taraftan tron. Tron bo'ladi. Asosiy damar yok iki tarafta. Me'da damarlar tuttu unda hozir. Yüzdeki damarlarda kan aylattır. Me'da damarlarda, asosiy iri damarlarda yo'q. Damarlar yok. Yüzü yağ baylap tron olup kan ötmedi umuman. Ağamızın şəraiti yaman ekan, Ağamızın özü işe yaraqsa ekan, hatto ayollar ham chaqirib, ağamızı görüb chaqirib chiqib kasallanib qolibdi ekan. İloji bo'lsa qo'ldan kelgancha ağamıza yordam beraylik. Qaranglar, ağamız kuni bo'yin postoyan ishiniga iring aqib kunda perveska bo'ladi ekan. Idora okuluna, boshqasina pul yetirolmaydi ekanlar. Topgan pullari o'zini produktasina, idora okuluna hech narsaga yetmaydi ekan. Qo'ldan kelgancha yordam beraylik. Maksimalni boshqa birovlar tarqatib beraylik, iltimos. Videomuza like и kommentariyalar yozib qoldiringlar. Daniqallar bo'lsa, og'amizga kelib o'zingizni ko'rib ketishingiz ham mumkin, inshaalloh. Endi aziz qadrdonlar, do'stlarga, qadrdonlarga kim boy tarbiyakor, kim hofiz san'atkor, blogerlar, hammasi ham kasblarimizga uyat qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Ben telefon numaram 93'lik 93'lik 089 40 83 089 43 40 83 40-80 shuni bilan uraversa bemalol o'zlarini. O'zlaringiz bog'lanib yana gaplashsangiz ham bo'ladi. Shu Havo. qo'ldan kelgancha insonlarimiz bo'lsa shu og'amizga yordam beraylik. Bu moddiy taraflama yordam berib bilmasangiz Burada bir urang. maksimalni
videolarımızda Bulurum. kontaktdaki insanlarımıza yönetip koysanız da şam bizlere yardım bergenleriniz Sağ ol. bular. Katta rahmat esermeniz. Bizani qo'llab-quvvatlash iltimos. Shinin agar kimda shuni yana tanish bilishsangiz bo'lsa, bemalol aytaversa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Ehsonni savobi ehsondir. İşimiz onunla gelsin, tam tez olsun. Şu ihsançılara milyona milyon versin. Hem ben sana rahmet, hem benim için. İşlerimiz onunla gelip, selam işlerinize muvaffakiyet. İşiniz onunla geliversin. Kapılar bir üyesi. Allah razı olsun. Kolay gelsin.